Assalomu alaykum hurmatli Farruh Dentalni obunachilari, istoriya tomoshabinlari, qaranglar. Hozir bir keys ko'rsataman. Bu keysda patsientimiz avvalroq boshqa klinikada davolanganlar va referalniy bo'lib keldilar. Короче, muammoga yechim topilmagani hisobini bizlarga jo'natildi. Va biza bu bemorni 3D rentgenni ko'rgandan keyin xulosa qilishga qaror qildik. Chunki qarasak, bu yerni ko'rishingiz mumkin. Mana shu deyishda, ya'ni 25-dish. 25-dish zonasi. Mana shu dish zonasida kist aniqlandi. Va kistda har zamonda tez-tez chishib, bezovta qilib turganligi, lecheniya qildirganlar, plomba restavratsiya qildirganlar bu narsa foyda qilmaganini da'vo qilib keldilar va biza taktikamiz nima bo'ldi? Kistani ko'rgandan keyin kistektomiya olib tashlash kerakligini, ildiz rezeksiyasini amalga oshirish kerakligini tushuntirdik. Bemorimiz juda ham yaxshi tushundilar, chunki azobini chekkandan keyin hamma narsaga tayyor va bu o'zi deyishdan butunlay voz kechish maqsadimda keldilar. Atak bu dish voz kechiladigan poложениеda emas, ya'ni yaxshi holatda deyishadi. Tashqaridan ko'rinishlari chiroyli bo'lganligi uchun men nima qildim? Ildizni rezeksiyasini mana shu tarzda amalga oshirishga qaror qildim. Ya'ni qizil chiziq, pastki qizil chiziq bo'ylab kesma o'tkazildi, otselovka qilindi va o'zi chegarasi haqida so'raydigan bo'lsangiz, kistani chegarasi mana shu joygacha o'sib, mana shunday tarzda turibdi va rezeksiyamizning amaliyoti xuddi shu tartibda olib tashlandi. Hozir sizlarga uni videosini qo'yaman va ko'rib o'zingiz xulosalaringizni aytib boraverasizlar. Agar shunday muammolaringiz mavjud bo'lsa va yechim topa olmay turgan bo'lsangiz, murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, videolarni ko'rib oling. Yine şu 24-dish sahasında iki kanallı, iki ildizli dish ve bunu vestibulyar ildizinde kist aniqlandi. Atsız. Endi vestibulyar ildizindagi kistda shunday kattalashganki, kanal yaxshi davolangan bo'lsa ham, hatto davolab ko'rganlar kista kattalashishini hisobini vestibulyar stentga yorilib natib ketgan. Erib ketgan suyak. Va shu erib ketgan suyakning atrofida kista turibdi. Hozir biz shuni kesib ochamiz. Allah koy. Karanglar. Atroflarni olib, qaranglar. Bu yerda to'qima polni ajralib, birsi-birsidan boshqacha bo'lib ko'rinib turibdi. Asosni aytib. Qonni olib tur. Bunyodek ko'rinib turibmi sana? Ha. Ko'rinib turibdi. Shu sari narsani ko'rib turibsizmi, sarini? Bu qizil to'qima boshqa, sari to'qima boshqa. Al. To'xtamanglar. Kista alayotgan vaqtida chen bo'lib parchalab olganini bir butun atib olish kerak. Keyin makina va dishi sintetiklanadi.
Yaxshimisiz? To'qima ini. Shu kista va uni xotiralari. Buni sog'lom to'qimadan ajratib oldim. Mana bu kistani tashqariga o'sib chiqqan bo'ladi. Hozir ildizlar tarafini ham ko'rasizlar. Yo'q mana. Hava yumshoq to'qima bor. Nega qarab, bunyodbek ko'rsatmoqsan? Buni o'sha ildizni ucundan yana ham kistani asosiy markazi bor, achaqi bor. Nasıl kablo şeyi yapışalım. Alayım. Evet, молодец. Nihayet görüntü bu. Hı. Bu ildiz bilen birikken kistanın kısmı. Duydun mu? Ne yapalım? Evet bak. Güzel mi? Yok mu? İşte. Atacağız. Kupatlayacak mı? Pislik kupatlayacak mı? Ne güzel. Görüyorsun şunu. Yaşatır. Muhabbet et ya. Ahvalız yaşamı. Bize iki istafislerimizi alıp tozlat dışarı kola kalırsa. Bu muydu? Bize de gubka yok ha? Gubka. Yok. Ama lazım. Hı hı. Yani drenajım yok. Yok drenaj gerekmiyor. Ne var? Çok bir